Dildan chiqqan satrlarni qalblarga yetkazib beruvchi sahifa Munira Rustamovaning Dil izhorim loyihasi orqali yaqinlaringizni biz orqali xursand qiling. Alo. Assalomu alaykum. Shirin opa, kuningiz xayrli bo'lsin. Biz sizni Dil izhorim dasturining kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilyapmiz va siz bilan jonli suhbatda boshlovchi Munira Rustamova bo'lyapti. Bugun sizni shunchaki xursand qilish va ko'nglingizni ko'tarish maqsadida hamda umradan qaytganingiz sabab mana shu go'zal dilom maktublari yaqin insonlaringiz tomonidan kelib tushgan. Aynan kimdan kutyapsiz? Endi kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Qizim bo'lishi mumkin. Mayli, unda men sizga biroz yordam beraman. Bu dilnomalar sizni singlingiz Iqboloy opamiz tomonidan yo'llanibdi. Va ular yo'llagan go'zal dilnomalarni sizga o'qib eshittirsam, meni tinglay olasizmi? Rahmat, sog' bo'ling. Dil izhorlari quyidagi satrlar ila boshlangan ekan. Assalomu alaykum jonim, opajonim. Umra safaridan sog' salomat qaytganingizni eshitib, qalbimda cheksiz shukronalik uyg'ondi. Sizni kutib olishdagi quvonchimni so'z bilan ifodalash qiyin. Qalbimda allaqachon sog'inch, hayajon va g'urur bir-biriga qorishib ketgan. Alloh sizni o'z uyiga chorlab, bu ulug' ne'matni nasib qilganiga ming shukrlarim bo'lsin. Siz Makka va Madinada yurgan kunlaringizda har bir duoyingizda bizning eslaganingizni his qilib turdim. Go'yo masofalar yo'qolgandek qalbim sizga yaqin bo'ldi. Umra bu safar emas, bu qalbning poklanishi, niyatlarning yangilanishi, sabr va shukrni qayta o'rganish ekan. Sizdan qaytayotganingizda ko'zlaringizdagi nur, yuzingizdagi sokinlik buni tasdiqlab turardi. Opajon, siz har doim men uchun namuna bo'lib kelgansiz. Hayotning og'ir damlarida ham sukut bilan sabr qilganingizni, shukurni tilingizdan tushirmaganingizni ko'rib ulg'ayganman. Endi esa sizni umra kabi buyuk ibodatni ado etganingizni qalbimda yanada katta faxr uyg'otdi. Sizga qarab men ham qalbimni poklashga, niyatlarimni to'g'rilashga intilyapman. Alloh qilgan ibodatlaringizni, to'kkan ko'z yoshlaringizni, aytilgan har bir duolaringizni qabul qilsin. Qadamlaringizni mustahkam, imoningizni yanada ziyoda qilsin. Uyimizga qaytganingiz bilan baraka, tinchlik va nur ham birga kirib keldi. Mehribonim opajonim, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Duolaringizda meni ham unutmaganingiz uchun rahmat. Inshaalloh bir kun kelib o'sha muborak maskanlarga siz bilan birga borishlikni nasib etsin. Mehr bilan sizni jondan ortiq ko'radigan singlingiz. Baxtimga doimo sog' omon bo'ling. Deya mana shunday go'zal satrlar bilan ular o'zlarini dilnomalarini yakunlagan ekanlar. Yana bir bora kuningiz xayrli bo'lsin, ahvolchiligingiz bardavom bo'lsin. Albatta siz men bular uchun samimiy tilaklaringiz bo'lsa, siz navbatimizga berishimiz mumkin. Rahmat. To'g'riga to'g'ri. Ayta olasizmi dildagi so'zlaringizni? Menga bildirgan hamma tilaklarim menda ham bor, unga qaytarish. Rahmat. Albatta yetkazib qo'yamiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, doimo Allohning panohida bo'ling. Rahmat. Rahmat. Siz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmizu ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday opa ko'ngillarimiz.
onajonimiz, parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz.